Onalar, diqqat qiling, zo'r ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Duduqlanish eng yomon muammo hisoblanadi. Oxirgi paytlarda duduqlanish kasalligi bilan juda ham ko'p bolalar murojaat qilyapti. Xo'p, duduqlanishni asosiy keltirib chiqaradigan sabablar nima? Sizning bolaga qattiq urishingiz, bolani haddan ziyod aqliy nagruzkaga ko'mib tashlashingiz, uchinchisi nasliy moyillik, dadasida, amakisida va hokazo tog'alarida duduqlanish bo'lgan bo'lsa, bunday bolalarda ham duduqlanishga moyillik bo'ladi. Bola gapirishga qiynaladi, asabiy ruhiy zo'riqqan bo'ladi va bolalar nevrozi rivojlanadi. Hurmatli onajonlar, ushbu muammoni vaqtida anglab, uy sharoitida davolashni boshlamasangiz, bolangiz bir umrga duduq bo'lib qolishi mumkin. Bu esa kelajakda bolaning o'ziga nisbatan ishonchini pasayishiga, tengqurlari oldida kamsitilishiga va ruhiy azoblanishiga olib keladi. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? Agar men beradigan ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, 21-22 kunlari Neyromasha sirlari nomli bepul onlayn dars tashkil etyapman. Hurmatli onajonlar, qatnashish uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.